Dostlar, assalomu alaykum. Xo'p, Samarqandda yana bir navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Bu obyektimizda Qirg'izistonning barxit g'ishlari terilyapti. Fasad qismlari ko'rib turganingizdek. Bugun mana shu obyekt haqida to'liq bitta obzor qilamiz. Narxlari, usti haqi, g'ishni narxi. Sizlardan bitta like, podpiska va bizlardan to'liq ma'lumot. Xo'p, g'ishlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, mana shu bitta g'ishimizni olaman, sizga hozir ko'rsataman. Xo'p, g'ishimiz razmeri 0.5 NF hisoblanadi. Aniq balandligi g'ishimizning balandligi 6,5 bo'ladi, eni 6 sm, uzunligi esa 25 sm bo'ladi. 1 kvadratga bu g'ishimizdan 52 tadan 54 tagacha ketadi. Shofiga qarab, shofini pasti balandligiga qarab, shofi maydaroq bo'lsa 54 ta, balandroq bo'lsa 52 ta ketadi. Bu yerga mana shu ko'rib turganingizdek qum bilan sement va yana ohakni aralashtirib, mana shunaqa rastvor qilib ustalar tomonidan terilgan. Xo'p, buni o'zlarimizga anaqa kladishni rastvorlari ham bor, qora, oq va seri rangda. Bu yerga esa ustalar o'zlari qum bilan nimani aralashtirib, sementni tayyorlagan, mana shunaqa holatda terilib chiqyapti. Bu barxit pozitsiyasi usti mana bunaqa sho'rshav bo'ladi. Bundan tashqari bu Qirg'iziston g'ishimizning pozitsiyasi juda ko'p. Bu yerda barxit pozitsiyasi terilyapti. Xo'p, undan tashqari mana shu deraza eshiklarimizni oldini ko'rsataman o'zi. Bu yoqqa deraza eshiklarimizning oldiga rossiyskiy g'ishimiz terilyapti. Tak, o'zi rossiyskiy g'ishni ham ko'rsataman. Mana bu tomonlarga terilgan joyi ham bor. Xo'p, rossiyskiy g'ishimiz 0.7 NF hisoblanadi. Ya'ni 0.7 NF mana bunaqa 250, balandligi 65. Faqat eni farq qiladi bunga. Eni uji 8,5 bo'ladi. Bu g'ishimiz eni 6 sm bo'lsa, bu 8,5 bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shu deraza eshiklarining atrofiga mana shu g'ishimizdan terilyapti rossiyskiy. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, azizlar, hozir kundagi narxi bu g'ishimizning xo'p, Qirg'iziston g'ishimizning bir donasi hozirgi kunda 6,000 so'm. Mana bunaqa rossiyskiy g'ishimizning bir donasi 15,000 so'm. Mana bu yoqqa grafit lava degan g'ishimiz terilyapti. Rossiyskiy bu bir donasi 15,000 so'm hozirgi kunda. Bu ham 1 kvadratga 52 tadan 54 tagacha ketadi. Bu ham xuddi shunaqa. Xo'p, bu g'ishimizning ichiga hech qanaqa pigment kraskasi yo'q. Bu o'zini tabiiy rangi. Ya'ni O'zbekistonga bilasizlar, juda issiq bo'ladi. Bizlarga quyosh yaxshi. Ko'p narsani quyosh anaqa rangini olib qo'yadi. Lekin bu g'ishimiz esa ichiga pigment rangi yo'qligi sababli anaqa rangi o'zgarmaydi-da. Quyoshga qancha tursa ham, issiq sovuqqa mana bu yoqqa shunday quyosh ertalabdan kechgacha quyosh uradigan joy. Lekin g'ishni rangi umuman o'zgarmaydi. Shu katta ob'yomga juda ham chiroyli ko'rinyapti. Endi bilmadim telefon qanday olib beryapti. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Xo'p, usti haqiga keladigan bo'lsak, hozirda o'rtacha 1 kvadratini ustalar 200 ming atrofiga terishyapti. Endi joyga qarab, fasoniga qarab, past balandligiga qarab narxi har xil o'zgaradi. Xo'p, g'ishlarimiz mana shunaqa paddonga bo'ladi. Bitta paddoniga 469 ta bo'ladi. Rossiyskimiz esa bitta paddoniga 660 ta bo'ladi. Deraza eshiklar hammasi mana shu holatda terilib chiqyapti. Atrofi juda ham chiroyli bo'lyapti. Oldi qismini faqat mana shu tepa qatorlari qolgan. Ular chiroyli teryapti. Ustobo kvadratda qanchadan bo'lyapti endi ishni? Kvadrat 300 ming. Zo'r. Qarindoshda sizga 250 ga bo'ladi. 250 ga teri keladi. Xo'p, do'stlar, mana shu g'ishimiz Qirg'izniki. Ranglar assortimenti juda katta. Mana shu fasad qilmoqchi bo'lsangiz, uyingizga bemalol albatta bizlar bilan bog'lansangiz agar, pastda raqam qo'yaman, shu pastdagi raqamga bog'lansangiz kataloglarni tashlab beramiz. Chunki g'ishlarimizning turi ko'p. Qanaqadir nimalar tanlasangiz, o'shanga qarab bemalol O'zbekiston bo'ylab g'ishlarni yetkazib beramiz. Xullas, rossiyskiy g'ish deysizmi, qirg'izniki deysizmi, o'zimizning Samarqandniki deysizmi? Assortiment juda katta. Pastdagi raqamga bemalol bog'lanaverasiz.